Mana sekin soliqlarga keldik domla. Soliqlar bo'yicha katta savollarimiz bor. Birinchi savol, soliqlar nima o'zi? Nega ular bor? Axir bizni shuncha neft, gaz, oltin konlarimiz bor. Mana shulardan foydalanib xarajatlarni davlat qoplab yursa bo'lmaydimi? Xo'p, avvalo soliq o'zi nima uchun kerak degan savolga javob bersak, davlat bor ekan, ya'ni mana shu hali men endi yangi formatdagi davlat bo'lmasa, hozircha mana eski qadimdan kelayotgan va bugungi kundagi zamonaviy davlatchilikda soliqsiz jamiyatni ham, soliqsiz davlatni ham tasavvur qilib bo'lmaydi. Sababi davlat o'zi nima degan savol va davlat o'zi nima uchun kerak degan savol avtomatik ravishda soliq nima uchun kerak degan savolga olib keladi. Davlat bu jamiyat ustiga qurilgan siyosiy uskurma. Ya'ni buni olib qaraganda aslida tagi davlatni jamiyatni o'zi qurgan. Ya'ni jamiyatga bir qancha ijtimoiy xizmatlar kerak-da. Misol uchun odamlarni o'ziga qo'yib bersangiz, o'zining shaxsiy puliga faqatgina ma'lum bir tovar xizmatlar sotib olishi mumkin. Lekin u hech qachon tinchlik sotib ola olmaydi. Hech qachon u haq-huquqni sotib ola olmaydi. Misol uchun uni kimdir haligi aldab ketadigan bo'lsa yoki uni kimdir haqorat qiladigan bo'lsa, uni kim nima qiladi? Davlat bo'lmasa ko'chaga murojaat qiladi. Mafiya shakllana. Shuning uchun davlat kuchli bo'ladigan bo'lsa, bunaqa nimalarga hojat qolmaydi. Endi bu faqat haq-huquq, sud-huquq tizimi, ya'ni adolatning ta'minlanishi, milliy xavfsizlik, ijtimoiy xavfsizlik, ekologik xavfsizlik, atrof muhitni jamiyatni o'ziga qo'yib bersangiz, hattoki davlat ham kuch yetmayapti bu narsaga-da. Davlat, demak, davlatning ma'lum bir funksiyalari bor. Shulardan eng yirigi tinchlik, xavfsizlikning turli xil turlari, sud-huquq tizimi, adolatning ta'minlanishi, umumiy infratuzilma, ya'ni yo'llarmi, boshqalarmi, atrof muhitni asrab avaylash, inson boya aytgan narsamiz, inson kapitalini rivojlantirish, ya'ni o'sha bilimli avlodni shakllantirish, insonni sog'lig'ini, yoki jamiyatning sog'lig'ini qayg'urish, iqtisodiyotga markazlashgan investitsiyalarni qilish, iqtisodiyotni tartibga solib turish, mana shu narsalar uchun davlat kerak. Ya'ni davlat jamiyat ustiga qurilgan siyosiy uskurma va uni qiladigan ishi 100% jamiyat uchun bo'lishi kerak. Aslida 100%. Endi ana shuning uchun xo'p, davlat pulni qayerdan oladi? Davlat bu tadbirkorlik subyekti emas. Davlat bu siyosiy uskurma. Demak, u pulni o'sha jamiyatning o'zidan oladi. Ya'ni senga xizmat kerakmi? Mana shu ne'matlar kerakmi? Tinchlik kerakmi? U kerak, bu kerak. Ularning qiymati bor. Demak, umumiy qiymati aniqlanadi va o'sha umumiy qiymatni aholiga soliqlar va yig'imlar sifatida oladi keyin shuni. Faqat uni majburlab oladi. Senga kerakmi? Mana magazinga kirib xuddi tovar ayirboshlash qilgandek bo'lmaydi u narsada. Hamma odamdan so'rab chiqish bo'lmaydi. Buni amalda iloji ham yo'q. Shuning uchun soliqlarni joriy qiladi. Endi u soliqlar, ana yig'imlar haqida to'xtalamiz alohida. Soliqlar aynan davlatning qaysidir ko'rsatgan xizmat uchun ekvivalent bo'lmaydi. Masalan, tinchlik uchun qo'shilgan qiymat solig'i, sud-huquq tuzumi uchun foyda solig'i bo'lmaydi. Umumiy soliq kerak, ya'ni davlat byudjet daromadlari kerak. Davlat byudjeti shakllanishi kerak va endi davlat nimalardan soliq olish kerak? Buni o'ylab ko'radi. Buni bir qancha nazariyalar ishlab chiqilgan anchada mana shu 17-16-asrlardan boshlab, ayniqsa 18-19-asrlarda, keyinchalik 20-asrda juda ko'p mana shu soliq qoida ta'limotlar shakllangan va davlat soliq solishi mumkin bo'lgan predmetlar aniqlangan, ilmiy asoslangan bular. Mana o'sha narsalarni biz bugungi kunda soliq solish obyekti deymiz. Odatda eng ko'p tarqalgan narsa bu daromad. Ya'ni aholi, jismoniy shaxslar, korxona, tashkilotlar daromad olyaptimi? Demak, o'sha daromadining bir qismini berish kerak. Daromad solig'i yoki foyda solig'i sifatida. Ikkinchisi mulk. Mulkka egalik qilyapsanmi? Nega endi masalan, nega daromaddan soliq to'lashing? Sababi o'sha daromadni olish uchun u mehnat qilish kerak. Demak, qayerdadir ishlash kerak. O'sha qayerdadir ishlash uchun o'sha ishxona tinch, emin, erkin tashkil qilinishi kerak, to'g'rimi? O'sha ishxonaga u borib kelish kerak tinchgina. U borib kelish uchun unga infratuzilma kerak, to'g'rimi? Uyga kelib, hozir uyga o'tmay turamiz. Demak, mana shu mehnat faoliyatini davlat tashkillashtiryapti-da. Demak, ana shu tinchlik, infratuzilma va boshqa narsalar, mehnat munosabatlaridagi haq-huquqini himoya qilish, bularni hammasi, ya'ni unga daromad olishga davlat sharoit yaratib beryapti. Bilmang, ana shu daromad olish uchun davlat tomonidan, boshqacha qilib aytgan paytda davlat panohida, davlatning yaratgan sharoitidan foydalanib jismoniy shaxslar daromad olyapti, tadbirkorlik subyektlari daromad yoki korxonalar foyda olyaptimi? Demak, o'shani bir qismini berish kerak ulush sifatida davlatga. Mulk, masalan, mulk qilyapman. Ko'pchilik aytadi, men deydi, o'zim qurgan bo'lsam shaxsiy pulimga. Domla, keling shu savolni men to'ldirib beraman. Ya'ni shunday bir tushuncha bor bizda. Men daromad oldim. Daromad solig'ini to'ladim. Va menda ma'lum bir n summa mablag' yig'ilib qoldi. Deylik 100 million so'm. Toza soliqlarni to'ladim. Yashirin iqtisodiyot haqida alohida. Demak, toza soliqlarni to'lab 100 million so'm yig'dim va men unga bir mulk oldim. Bu mulkdan nega soliq to'lashim kerak? Axir soliqlarni top-toza qilib to'lab oldim-ku mulkni. Eng ko'p beriladigan savol ham shuda o'zi. O'zi bunday qilganda
aslida soliqlar hammasi bir-biri bilan takrorlanadi. Masalan, qo'shilgan qiyma solig'iga ham to'xtalamiz. Qo'shilgan qiyma solig'i ham undirilgan soliqlarning ustida undiriladi. Sababi o'sha hamma soliqlar O'z nomida ham qo'shilgan deb turibdi yana. Barcha soliqlaringiz, yig'ilmaringiz, masalan, tadbirkorlik subyektini yaratgan qiymatda o'tiradi-yu, tovar xizmatni ichiga tiqib yuboradi hammasini. Foyda solig'ini ham, mulk yer solig'ini ham tiqib yuboradi va uni ustiga keyin qo'shilgan qiyma solig'ini undiramiz. Kamiga aksiya solig'ini ham undiramiz, agar aksiya solig'i bo'lsa. Shuning uchun buni nima qilib bo'lmaydi. Endi har bir soliq obyektida o'zini nimasi, adolati bor-da. Misol uchun daromad oluvchilarning hammasi o'sha gorizontal yoki vertikal adolat degan tushunchalardan kelib chiqib daromad solig'ini to'lash kerak. Endi mulk kimdir ko'proq mulk, kimdir kamroq mulk. Demak, mulkni o'zini bozor qiymatidan kelib chiqqan holda ham aynan mulk nimasi bo'lish kerak. Demak, mulk tizimi deylik, mana mol mulkka egalik qilishni o'zida adolat ta'minlanishi kerak. Shuning uchun unga alohida soliq qo'yiladi. Endi ayrim davlatlar buni qanday hal qiladi? Ayrim davlatlar o'sha siz aytayotgan nega men daromad solig'i to'lab turib, yana mulk solig'i to'lashim kerak degan narsani hal qilish uchun mahalliy byudjetga to'langan mulk, yer solig'i yoki ko'chmas mulk solig'ini yil yakunida umumiy daromaddan deklaratsiya qiladi-yu, o'sha paytda chiqarib tashlaydi. Misol uchun Amerika. Ana shunda boyagi savol yopiladi. Ya'ni federal byudjetga, ya'ni umumiy federal byudjetga to'laydigan daromad solig'idan joylarda to'lagan munisipal, ya'ni mahalliy byudjetga to'lagan mulk yer solig'ini chiqarib tashlaydi. Bizda-chi? Bizda yo'q bu narsa. Bizda deklaratsiya tizimini o'zi yo'q-da. Majburiy deklaratsiya yo'q. Hali bu menimcha bu savolni ham berasiz. Sababi busiz soliq siyosatiga erishib bo'lmaydi. Ana endi keyingisi masalan оборот qilish, ya'ni faoliyat. Bu qo'shilgan qiyma solig'i, ayrim mahsulotlarni ishlab chiqarish, ya'ni spesifik xarakterga ega bo'lgan nima, bu aksiz solig'i, yer qardan foydalangan soliq, masalan, davlat o'zi aslida davlatga emas, butun millatga tegishli bo'lgan yer osti boyliklaridan foydalanyaptimi? Demak, u kompensatsion xarakterda, ya'ni o'shalarni qayta tiklash yoki hech bo'lmaganda shu o'rnini moliyaviy qoplash uchun yer qaridan foydalanish soliq to'laydi. Suvdan foydalanyaptimi? Bu ham umumiy tabiiy resurs. Bunga soliqlar bor.